Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Modi Xitayni agahlandırdı. Kengaymichilik davri oxirlashdi. Hindiston axborotlarida keng yaralgan xabarlarda bildirilishicha, Bosh minister Narendra Modi Tünügün cümə günü Ladakhdagi askarlarni tuyuqsiz ziyorat qilish orqali Xitoyga aniq uchur yo'lladi va Xitoyga qaratib kengaymichilik davrining oxirlashganligini aytdi. Galvandagi Hindiston askarlarining davlatning kuchi haqida kuchlik uchur beradiganligini bildirdi. Modi so'zida kengaymichilik davri oxirlashdi. Bu davr taraqqiyot davri. O'tgan asrlarda ana shu kengaymichilik insoniyatga eng ko'p ziyon solgan va uni yo'qotishga uringan. Ana shu kengaymichilik dunyoga izchil xatar elib keldi. Tarix shuni isbotlaydiki, bu xil kuchlar yo yo'qitildi yoki chekinishga majbur bo'ldi. Navbatda dunyoning bu kengaymichilik kuchlariga qarshi bir yerga jam bo'lishi dal mushu tajriba sababidan dedi. Modining yana Hindiston armiyasining 15-iyun Galvan vodisida yuz bergan qonliq to'qinishda Xitoy armiyasiga keltirgan talofatni bevosita tilga olmay imo qilib turib maqtaganligi axborotlarda aniq tilga olindi. U so'zida sizlar va xizmatdoshlaringlar yaqinda ko'rsatgan botirlik Hindistonning kuchliligi haqida dunyoning har qaysi joylariga kuchli signal berdi. Men Galvan vodisida jinini taqdim qilgan jasoratli palvonlarga yana bir qatim hurmat bildiraman. Butun davlat botirlarga minnatdorlik bildirdi deganlarni so'zlarga ilova qildi. Qaysar harbiylar xotir munora oldida so'z qilgan Bosh minister Modi yana chegara askarlariga xitob qilib, Hindistonning dushmanlari qo'shinlarimizning o't kuchini va g'azabini ko'rdi dedi va Hindistonning tinchlik izdishini ojizlikning alomati deb qarashga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. U yana Xitoy armiyasi bilan bo'lgan qonliq tirkishishda yaralangan askarlarni yo'qladi va ularning Xitoyga keltirgan ziyonlarini ochiq tilga olmay turib, xalqaro jamiyat sizlar ko'rsatgan jasorat haqida so'z qilmoqda. Ular bizning yosh botirlarimizni ko'rdi. Sizlarning jasoratinglar meni hech kimga bosh egmagan Hindistonning kelgusida bosh egmaydiganligini va o'ziga tayindiganligini jakarlashga ilhomlantirdi deganlarini bildirdi. U so'zida yana butkul Ladakh rayoni Hindistonning ziminidir. Hindistonlikning izzat hurmati va izzat hurmatining simvolidir. Bu yer azaldan qurbonlik qilishni xohlaydiganlarga mansub deb ta'kidladi. Modining mazkur rayonni ziyorat qilishi va Xitoyga aniq va kuchli signal berishi bugun dunyo axborotlarining eng oldingi sahifalarida o'rin oldi. 15-iyun Galvan vodisida yuz bergan qonliq to'qinishda Hindiston tarafdan 20, Xitoy tarafdan 43 askarning o'lganligi bildirilgan bo'lsa-mu, Xitoy taraf hozirgacha o'zining qancha askarning o'lganligini e'lon qilmagan edi. Hindiston tamojnisi Xitoy mollarini qattiq tekshirishga boshladi. Fransiya xalqaro radiosining 3-iyuldagi xabarda bildirilishicha, Hindiston tamojnisi Xitoy mollarini tuyuqsiz qattiq tekshirishga boshlagan. Hindiston Xitoydan import qilingan tovarlarni tuyuqsiz to'xtatib qo'ygan. Oldingi oyda Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi qonliq to'qinishdan keyin Hindiston portlari Xitoydan import qilingan tovarlarni tutib qilib, qo'shimcha tamojna beji talab qilgan. Bu tekshirishlar rasmiy buyruqsiz elib berilgan. Xitoyda ishlangan chet el mahsulotlarimi qil ustida qolgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy Savdo ministrligi payshanba kuni Xitoyning Hindiston mahsulotlari va mulozimatiga qarata hech qanday cheklama tadbirlarini yo'lga qo'ymaganligini, Hindistonning Xitoy shirkatlariga qaratilgan kamsitish qilmishlarini darhol tuzatishini umid qilganligini aytgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Hindistonning Xitoydan import qilingan tovarlarni qo'shimcha tekshirishi Xonqay shirkatining Hindistonning janubidagi 2 zavodining tijoratiga ta'sir ko'rsatgan. Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi ziddiyat sababidan boshqa chet el shirkatlarining mol obirtimi kechikib kelishga boshlagan. Oldingi oyda Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi qonliq to'qinishdan keyin Hindiston portlari Xitoydan import qilingan tovarlarni tutib qolgan hamda qo'shimcha tamojna beji topshirishni talab qilgan. Xabar manbalarida deyilishicha, Xitoy shirkati Xonqayning 150 qitimliq meli Hindistonning Chinnay portida tutib qilingan. Buning ichida aqliy iqtidorlik yonfon va elektronlik mahsulot zapchastirma bor ekan. Boshqa xabar manbalarida deyilishicha, Shanxay avtomobil egidorchiligidagi MG mashinalari Hindistonning janubidagi bir portda tutib qilingan. MG o'tgan yili Hindistonda mashina sotishga boshlagan bo'lib, $650 million mablag' selishga va'da bergan.
Hindiston amaldorining oshkorlashicha to'xtatib qo'yilgan barliq mallarni 100% tekshirib o'tkazishga amalsiz ekanligini, oldi bilan Xitoyga tava bo'lmagan shirkatlarning mallari tekshirib o'tkazilganligini bildirgan. Türkiye Cumhuriyeti tarixidagi eng cho'ng zarba berish harakati boshlandi. 6-oyning 30 kuni kech soat 4:45 minut o'tganda Türkiye Cumhuriyeti tarixidagi eng cho'ng zaharlik chekimlik atkazchilarga zarba berish harakati boshlandi. Bu harakat Türkiye'ning zaharlik chekimlikka qarshi turish tarmoqi bexatarlik bosh idorasi tarafidan elib berilgan bo'lib, Türkiye'ning ichki ishlar ministri Süleyman Soylu qo'mondonlik qildi. Bu hareketning ismi sazliq harekati bo'lib, bugun bu harakat davomlashib 4-kuniga qadam qo'ydi. Bu hareketni Türkiye'ning bexatarlik bosh idorasining zaharlik chekimlikka qarshi turish tarmoqi Ankara va İstanbul soqchi idorasi o'zaro moslashib elib borgan. Alohida soqchilar İstanbul, G'aziantep, Qahramonmaraş, Diyarbakır, Van, Mersin, Antalya, Kırşehir, Aydın, Kilis va Bursa qatorliq 11 viloyatdagi 110 adresga birli vaqtda besib kirgan. Harakat jarayonida xalqarалық zaharlik chekimlik atkazchilarining boshlig'i Nijat Dash va Chetin Go'rallarni bular bilan birlikda zaharlik chekimlik atkazchilar guruhining a'zosi deb qaralgan 94 kishini tutqun qilgan. Bu jarayonda 85 to'ralg'u, 25 o'rindagi shirkat va do'konlar bilan ko'plagan banka hisob nomerlarini tekshirgan. Bankalarning ijara beradigan bexatarlik sanduqidan bularga oid 7 bexatar sanduqini aniqlab chiqqan. Keyin sud mahkamasida ochilgan dastlabki sudda tutqun qilinganlardan 74 kishi qo'lga olingan. Bu harakat jarayonida qo'lga tushirilgan naqd pullar, qimmatli zinnat buyum, oltin, qilichlar, har xil qurol va oliy darajalik mashina qatorliqlar Ankara markaziy soqchi idorasida ko'rgazma qilindi. Bugungacha qo'lga tushirilganlar 1,337,065 lira, 1,584,772 dollar, 689,680 euro, 74,685 sterling va ko'plagan davlatlarning 100 minglarcha lira qimmatidagi har xil pullar bilan 4 tane pul sanaydigan mashina qatorliqlarni qo'lga tushirgan. Bulardan boshqa ba'zi zinnat ashyolarining favqulodda qimmat ekanligi, qilichlarning qimmatining taxminan 2,5 million lira ekanligi aniqlangan. Qo'lga tushirgan narsalarning orasida yana 653 uyning guvohnomasi, ya'ni uy xati, 55 Cumhuriyet altuni, 115 tane har xil oltin, 800 gram oltin, 53 tane oltin zanjir gulabka, 64 tane har xil oltin bilezuk, 24 tane oltin halqa, 55 tane oltin üzük qatorliqlar hamda 31 tane tapancha, 32 tane kompyuter va 21 tane oliy darajalik mashina qo'lga tushirgan. Egilishicha bu jinoyat qora guruhi 1990-yillarda shakllangan bo'lib, boshlig'i bo'lgan Nijat Dash o'zini podsho deb atagan. Xalqaro soqchilar 1993-yili bu qora guruhning bir paraxotini qo'lga tushirgan bo'lib, bu paraxotdan chiqqan 11 tonnadan ko'p nisha, 2 tonna 500 kilo morfin qatorliqlarni musodara qilgan. 2000-yili 140 kilo heroin, 2012-yili 18 tonnadan ortiq kokain, 2016-yili yana bir kemadan 20 tonna bang va odamni xumor qildigan ko'plagan dorilarni qo'lga tushirgan. İchki ishlar ministri Süleyman Soylu'nun sazliq hareketi to'g'riliq bergan ma'lumotida bu hareketning Türkiye Cumhuriyeti tarixidagi eng cho'ng zaharlik chekimlik atkazchilarga zarb berish hareketi ekanligi, bu qora guruhning hozirgacha qo'lga tushirilgan naqd pul, oliy darajalik qo'riqlar va boshqa mol-mulklarning qimmatining eng oz degandimi 500 million turk lirasidan oshadiganligi va zarb berish hareketining hozirmi davomlashayotganligini bildirdi. Sharq Turkistonning shimoliy temir yo'l aylanma liniyasi shakllantirildi. Atalmış Şinjan gezitining bugungi xabarda bildirilishicha 2-iyul Altay Ko'kto'qay Sharqi Jungar temir yo'li butun liniya bo'yicha tutashtirilgan. Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan bostirish hamda qirg'in qilishni kuchaytirish bilan birga tosh yo'l va temir yo'llarni tutashtirib, har xil aldamchilik vositalari bilan Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirishni tezlatmoqda. Altay Ko'kto'qay Sharqi Jungar temir yo'li Sharq Turkiston temir yo'lining Sharq Turkistondan chiqadigan shimoliy yo'lining muhim halqasi ekan. Bu Xitoyning Sharq Turkiston temir yo'l to'ri planidagi uzunsig'i 4, to'g'risig'i 4 asosiy ramkasidagi uzunsig'i 4 ning siri ekan. Bu liniyaning umumiy uzunligi 427 kilometr bo'lib, g'arbda shimoliy Altay liniyasining Altay vokzalidan boshlanib, janubda Urumchi Sharqi Jungar temir yo'lining Sharqi Jungar vokzaliga tutishib,
Kuytun Beytun temir yo'li, Lanjo Sharq Turkiston liniyasi, Urumchi Jiangjunmiao temir yo'li bilan birlikda Shimoliy Sharq Turkiston temir yo'l aylanma liniyasini hosil qildi ekan. Ma'lum bo'lishicha 6 oydan Ko'kto'qaygacha bo'lgan bo'lak relis yotqizilib tutashtirilgandan keyin 8-oyning oxirida butun liniyada tijorat boshlashni ishga oshirish mo'ljallangan. Egilnicha Xitoy tajovuzchilari bu tur orqali Altay viloyatining mo'l qazilma boyliqlarining faqat Kuytun Beytun temir yo'li orqali to'shilishdek hozirgi ahvolini o'zgartib, Altaydan Urumchigacha bo'lgan temir yo'l to'shish masofasini hozirgi 760 kilometrdan 640 kilometrga qisqartish, yurish vaqtini taxminan 2 soat qisqartish orqali vatanimizning boyligini bulang-talang qilish sur'atini teziltishni planlagan. Sharq Turkistonning tok boyligi Xitoyni g'oyat zo'r samratgan. Sharq Turkistonning 1949-yildan buyon Xitoy rejimining eng chong energiya bazasi bo'lib kelganligi hammaga ma'lum paket bo'lsa-mu, bu joyning Xitoy o'lkalarini tok bilan ta'minlashdagi muhim baza bo'lib kelganligi ko'p qism kishilarga noma'lum. Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua agentligi 3-iyul kun tarqatgan xabarda aytilishicha, o'tgan 10 yil ichida Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga so'zilgan 3000 kilometr uzunlikdagi 4 g'ol tok liniyasi orqali to'shilgan tok miqdori 300 milliard kilovatdan oshgan. Buning bilan Sharq Turkiston Xitoy rejimining asosliq tok energiya tomiri, dunyo bo'yicha eng zo'r miqdorda tok yetkazish qurilishi, texnikalik saviyasi eng yuqori bo'lgan tok yetkazish sistemasi degandek taqdirlashlarga erishgan. Bu liniyalar orqali Xitoy o'lkalariga to'shilayotgan tok miqdori Xitoy milliy ishlab chiqarish umumiy qimmati GDPga har yili 13 milliard so'm, taxminan 2 milliard Amerika dollari qimmat qo'shadi ekan. Navbatda bu 4 g'ol tok liniyasi orqali Xitoydagi 19 o'lka va bevosita qarashliq shaharlarga tok yetkazish davom qilmoqda. Xabarda aytilishicha, navbatdagi bu tok yetkazish liniyalari bundan keyin davomli kengaytirilgan bo'lib, buni atalmish Xinjiangning energiya baza qurilishidagi zo'r taraqqiyot deb ta'riflagan. Halbuki bu boyliqlarning egisi bo'lgan Sharq Turkiston xalqining yezi qishloqlarida hozirgacha tok liniyasi yetib bormagan sonsizlagan o'rinlar bo'lib, tok masalasi millionlagan Uyg'ur dehqonlarining beshini qotirayotgan mushkulotlarning biri bo'lib kelmoqda. Amerikadagi mustaqil kuzatuvchi Elshad Hasan apandi bu to'g'risida so'z qilib, mustamlikachilarning boylik qizishi taraqqiyot emas, chunki u yerlik xalqqa hech qanday manfaat elib kelgan emas. Ular har qachon mustamlika rayonidagi boylikni qizishni birinchi o'ringa qo'ydigan bo'lib, bu joydagi yerlik xalq yoki ularning turmushi mustamlikachilarning nazarida mavjud bo'lmaydi dedi. Amerika hukumati Sharq Turkistondagi Xitoy amaldorlariga jazo berishga tayyorlanayotganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi turli siyosiy bostirish va milliy fojialar dunyoga ko'plab oshkora bo'lgandan keyin Amerika hukumatining bu zulmlarga sherik Xitoy amaldorlariga jazo berishi haqida ko'plagan cho'qonlar o'tirg'i chiqqan edi. Yaqinda mushu ishlar bilan yaxshi tanishligi bo'lgan kishilar Bloomberg xabarlariga bu haqda so'z qilib, Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu haqdagi barliq tadbirlarning bakmo qattiq bo'ladiganligini eskartdi degan. 1-iyuldagi mazkur gazet xabarida aytilishicha, navbatda Oqsaroyning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining borgan-sari yiriklashishiga ergashib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga sherik bo'layotgan Xitoy amaldorlarini jazoga tortish Amerika hukumati jiddiy o'ylashayotgan masalalarning biriga aylanib qolgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda, Uyg'ur qonuni hozir rasmiy qonunga aylandi. Hamda uni amalga oshirishni jiddiy o'ylashyapmiz degan. Xabarda aytilishicha, yaqindan buyon Xitoy rejimining Hong Kongdagi demokratiya harakatini bostirishi bilan Amerika-Xitoy munosabati texmi so'g'oqlashgan. Bu bo'lsa, Amerika hukumatining Xitoyga qarata bir qism qattiq tadbirlarni ishga solishini texmi tiziltishi mumkin ekan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yuqumni nazarda tutib, yer shariga urush to'xtatish e'lon qilishni qaror qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Xitoy virusiga taqobil turish ko'rishi doirasida 90 kun bo'yicha yer shariga insoniy urush to'xtatish e'lon qilish talabiga munosabatli qarorni qabul qildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning 23-martdagi yer shariga urush to'xtatish chaqiriqi va 3 oy davomlashgan muzokaralardan keyin Fransiya bilan kengashning muvaqqat a'zolaridan Tunis tarafidan tayyorlangan Xitoy virusi qaror loyihasi ovozga qo'yildi. Yuqum sababidan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida ovozga qo'yish imkoniyati bo'lmaganligi uchun har qaysi davlatlarga bu qarorga pozitsiya bildirishi uchun 24 soat muhlat berildi.
Qarar Kengashning 15 a'zosining birdek qo'llashi bilan qabul qilindi. Xitoy virusi yuqumining bo'libmi to'qinish va urush rayonlaridagi vayron qilg'uch ta'sirlaridan chunqur andisha qilinayotganligi eskartilgan qarorda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi insoniy yordamlarning bexatar, to'salg'usiz, shundaqla izchil yetkazilishi uchun darhol 90 kunlik yer shariviy urush to'xtatish e'lon qilishni talab qildi. Eskartilishicha, urush to'xtatish qarori Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi tomonidan bekitilgan Daesh, Al-Qoida, An-Nusra va bu terrorlik tashkilotlar bilan chetishliqi bor shaxs va guruhlarni o'z ichiga olmaydi ekan. İran'a harbiy müdahale qilish yo'lini nazarda tutyapmiz. Amerikaning Iran alohida vakili Berian Hook yadro quroliga ega bo'lishning oldini olish uchun Tehronga harbiy müdahale qilish chorasini nazarda tutib kelayotganliklarini bildirdi. Amerikaning Iran alohida vakili Berian Hook Isroiliyaning bir televiziya kanaliga chiqib, biz Amerika xalqi nomidan so'ragan savol İranning hargizmi yadro quroliga ega bo'lmasligini kafolat ostiga oladigan eng unumli yo'l qaysi degandan iborat. Bunun javobi İran bilan tuzilgan o'rtaq keng doiralik harakat plani emas. Prezident Donald Trump İranning hech qachon yadro quroliga ega bo'lmaydiganligini ro'shan shaklda o'tirg'a qo'ydi va harbiy tanlash har doim ustal ustida turibdi dedi. İran bilan Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya, Angliya va Yevropa ittifoqi o'rtasida 2015-yili Tehronning yadro faoliyatlarini tartibga solishni va tekshirishni mazmun qilgan bir kelishim imzolangan edi. Biroq Amerika prezidenti Donald Trump vazifa o'tashga boshlagandan keyin Washington kelishimdan bir taraflama holda chekinib, İran'a qaytadan embargo yurgizishni boshlagan edi. İran 2019-yili iyulda yadro kelishimining ba'zi moddalarini 2020-yili 5-yanvarda bo'lsa, kelishimning barliq moddalarida ko'rsatilgan va'dalarini to'nglatib qo'yganligini e'lon qilgan edi. Erdoğan Ayasofya haqidagi ayblashlarga javob qaytardi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ayasofyaga qilinayotgan ayblashlarning bevosita Türkiye'nin egilik huquqiga qilingan hujumlar ekanligini bildirdi. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Levent Camisiga ul qo'yish murosimiga qatnashdi va muhim so'z qildi. U so'zida biz boshqa davlatlarning o'z fuqarolariga xizmat beradigan ibodatxonalarga aralashmadik. Boshqalarning bizning ibodatxonalarimizga aralashadigan hech qanday huquqiy va salohiyati yo'q. Davlatimizga qaratilgan ayblashlar egilik huquqimizga qilingan hujum ma'nosiga ega dedi. U Turkiyadagi ko'p sonliqni egallaydigan e'tiqod guruhi bo'lgan musulmonlardan boshqa o'xshamagan dinlarga e'tiqod qiladigan kishilarning haq huquqini qo'g'daydiganliklarini ta'kidlab, millionlarcha kishi diniy e'tiqodi sababli hayotiga xavf yetishini o'z ichiga olgan har turli besimga duchor bo'layotdi. Aslida qarab chiqilishi, nazorat qilinishi va tadbir elinishi kerak bo'lgan ish bu dedi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.